Nexia 2 avtomobilni radnoy magnitofonni ovozini cho'tka qilib chiqaradigan qilib regrovka qilishni o'rgatib qo'yamiz. Uning uchun menu tugmasini bitta bosamiz va audio bo'limini qidiramiz. Pastga bosamiz. Audio bo'limi chiqdi va unga kiramiz. Bu yerda bas funksiyasi bor. Basga kirib, basini ozroq ko'tarib qo'yamiz. 2 ga ko'tarsak bo'ladi va bundan ham chiqib ketamiz. Keyingisi bu zvuk beradi, ya'ni bas o'rniga ovoz qo'shib beradi. Ovozni ham ozroq ko'taramiz. 2 da turgan ekan, 2 da tursa yetarli. Kimgadir 3 balki 3 ga qo'yib qo'yamiz biz. Bundan ham chiqib ketamiz va keyingisi X bas bo'ladi. Buni bitta tekshirib qo'yamiz. Offda turgan bo'lishligi kerak. Va bundan ham chiqib ketamiz. Keyingisi balans. Bu narsa kolonkani o'ngga, chapga suradi. Ya'ni o'ng kolonka, chap kolonka qilib o'zgartiradi. Buni ham bitta tekshirib qo'yamiz. 0 da turgan bo'lishligi kerak. Xo'p, keyingi bo'limiga kiramiz va bu yerdan kolonkani oldi orqaga surib qo'yamiz. Hozir R5 ga qo'yib qo'yganmiz, ya'ni orqa kolonkani ko'proq aytadigan qilib qo'yganmiz. R5 ga qo'ysa yetarli va bundan ham chiqib ketamiz. Keyingi bo'limi bu jazz, rock qilib aytadi muzikalarni, ya'ni buni ham bitta tekshirib qo'yamiz. Bu offda turgan bo'lishligi kerak. Xudo xolasa shu bilan magnitofonimiz cho'tka chiqarishni boshlaydi. Bu videomizda Nexia 2 borlarga yuborib qo'yasizlar.